Mendan ko'p so'ralayotgani zo'r krem bo'lsin, yuzimni tiniqlashtirib qo'ysin, mayda ajinlarim ketqizsin deydiganlar uchun mana shu Beauty Lab'ni tavsiya qilaman. Beauty Lab sivriltkasini surib olasiz yuzingizga. Surib olganingizdan keyin ketidan kremni surasiz. Mana shunaqa yuzingizni tiniqlashtirib, mayda ajinlaringizni 2 marta ishlatganingizdan keyin o'zi avtomatik sezasiz yuzingizda rezultat bo'layotganini. Buni har kun kechasi yoki kunduzi bitta xud qilib surib olsangiz, bir haftadan keyin yuzingizda atrofingizdagilar yuzingga nima qilsan? Yuzing zo'r bo'lib qoldimi deyish boshlashadi, chunki yuzingiz tiniqlashish boshlanadi. Bunda mana pashti qolmadi Beauty Lab'ga, chunki juda ham zo'r. Qizlar hozir ham surib oldim. Ham yuzingiz bunday yaltiroq brisk berishni ham boshlaydi, chiroq berish boshlaydi. Buni qora maskalari ham bor, yuzni poralarini suzach qilib, quritib, poralarni polniy tozalab beradigan va alohida 8 talik vlajniy salfetka o'xshash anaqalar ham bor. Va qizlar har doim ishlatganingizdan keyin hozir men surib bo'ldim, bo'yinga ham olasizlar-da, har doim esingizdan chiqarasiz. Chunki odamlar yuziga suradi, bo'yni qolib ketadi, mana shunaqa qilasizlar, baqbaqalar ketadi bo'yinda.